Hozir birgalashib bugun operatsiya bo'lgan bemorlarning ahvolini ko'rib chiqamiz. Hop, azizlar, bugun qiziqarliroq bo'lgan bemorimiz ikki tomonlama endonazal dakrosit operatsiyasini qilganmiz, ya'ni ko'z yosh kanalini olib berganmiz. Operatsiya bo'lganlarga bor-yo'g'i 2 soat bo'lgan. Hozir birgalashib ahvolini so'raymiz. Qanaqasiz? O'zi yaxshi his qilyapsizmi? Ko'zingiz qalay? Ko'z yoshlamayaptimi? E'tibor berdingizmi, bermadingizmi? Xudo xolasa yo'q, quruq o'zi. Ko'z ishlansa yo'q, chunki hamma eski yeringiz ham chiqib ketdi, qotib qolgan yeringiz. Ishlasani sezmadingizmi? Og'riqlar bo'lmadimi? Maza o'qiladingiz. Yaxshi, zo'r. Operatsiyalar hammasi yaxshi o'tdi. Haqdan ham chapingizda yeding ko'proq ekan, o'ngga nisbatan rentgenni ham shuni ko'rsatdi ko'zi. Hammasini toza qilib qo'ydik, urishlayapti kanallaringiz. O'sha aytgandek, birinchi yo'lga tushib ketyapti. Hop, mana azizlar, ko'rdinglar, bemorimizni 2 yillik kasalliklardan xudo xolasa xalos bo'ldilar. Hech qanaqa chandiq yo'q, sababi birinchidan qilganimiz uchun ko'kari ishlagan yo'q.